Assalomu alaykum. 14 kunlik umra safariga kelganmiz, to'g'rimi? Reyslarimiz qachondan, nech puldan? Xo'p, reyslarimiz hozirgi kunda har hafta bor aka. Haftani har seshanbaga Toshkent Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor. Haftani har chorshanbaga Farg'ona Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor. Atak Toshkentdan ham Farg'onadan ham borsa bo'ladi. To'lovlari qanaqa bo'ladi? To'lovlari aka hozirgi kunda Toshkent Jidda yo'nalishli reysimizni to'lovlarini $1050 qilib belgilaganmiz. Farg'ona Jidda yo'nalishli reysimiz esa $1075 deb belgiladi aka. $25 standart paket. Xo'p, borganda yotoqlar, gostitsiyalar qayerda bo'ladi? Xo'p, Madinada markaziyada joylashgan aka, 250-300 metr oraliq masofa bo'ladi. Yaqin ekan-da. Yaqin. Gostitsalarimiz 4 yulduzli gostitsalar, 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Ichida bor hammasi. Ichida bor, 14 kun mobaynida. Endi bunga bonuslari. Xo'p, bonuslari aka hozirgi kunda agar 7 kishidan ko'p bo'lsa, biz chegirmalar qilib beramiz, bonuslar qilib beramiz. Ichida sayohat, ziyoratlarimiz bor. Madinada Qiblatayn, Uhud tog'i, Xurmo bog'lari, payg'ambar ro'zalariga ziyoratlar bor aka. Hamda Qur'on kitob bosmaxonalariga ham olib kirib chiqishadi aka. O'sha to'lovni ichida. O'sha to'lovni ichida aka. Undan tashqari Makkada Sabr g'ori, Hiro g'ori, Jamorot, Mino, Muzalifa, Qizil dengizi bonus aka ichida. Ha, bonusi ham bor. Qizil dengiz sayohati bonus ichida. $1050 ga shuncha ham sayohati bor, ziyorati bor, ham ibodat. 14 kunlik umra safari, yem-ichishi, yo'l kirasi hamma yo'q ichida ekan. To'lovlari qanaqa qilamiz? Xo'p, to'lovlarda aka bizda Telegram, Instagram, WhatsApp bor aka. Aloqaga chiqishsa, agar uzoqda bo'lishsa, kelisha olmasa, agar ofisimizga kelishadigan bo'lsa, Marg'ilonda, O'randa, Mustaqillik ko'chasi 235-uy. To'lov qilsa, kassada o'zi kvitansiya beradi. Rasmiy kassalarga to'lovlarni amalga oshirishlari mumkin aka. Qaysi udobniy bo'lsa, o'shunda. Xohlasangiz pereseleni o'tkazasiz, xohlasangiz klik orqali masofadan istalgan to'lovni amalga oshirish mumkin. O'zlariga yaqin bo'lgan, qulay bo'lgan bank ofislardan to'lovlardan amalga reyslarimiz o'sha kunlarda bor. Endi joylar ham manimcha cheklangan bo'lsa kerak. Joylar cheklangan. Vale, pastda bo'lmaydi. Pastda nomer qoldiryapmiz. Bemalol ma'lumot so'raverasizlar. Yaqinda umraga jo'nayman degan tanishlar bo'lsa jo'natib qo'yamiz.